qaysi biring meni budilligimni bezov qilding? Budillik o'tgan bilan o'zimiz 5 ga turganmiz. O quyoshni o'zim chaqirib keldim-ku. Biz ham osurimdek alohida chiqib ketsak qiynalmasdik. Ob tur, ayiq qo'shib yotasanmi? Kallang saqil turg'izasiz. Kallaya betmaylik-ku. Kecha o'g'ilga tegib balo bor edi. Mana senga olam kir. Ona kirmosin chaqanay zanglat yubadi. Hay kelin bo'ldingizmi? Ha, bo'ldim ayjon. Analardan qo'shib yuvib qo'ying unda. O'zi bitta yag'ir kuylak bu. Shuni ham yuvmagansan, o'gan paytim o'qidi. Ana kirmoshina yuvaymiz. Ha kelin, ko'rpalarni yig'yapsizmi? Oyjon, ismim 39 ga ko'tarilib ketibdi. O'g'lingizga ayting, dorobga bersinlar. Issig'ish chiqdimi? Ishlaringizni qo'ying. Tez ovqatga o'rning. Ismim 36 ga ko'tarib ketibdi. O'lib qolmagan yana. Ismim tushunib shunchagina dori oldim. Kamlik qilmaydimi bu? Onajon, biz keldik. Voy, Ha kelin, uyingizga bordingizmi? keldim, hozir keldim. Borgan bo'lsangiz yaxshi, ko'rgan bo'lsangiz undan ham yaxshi. Endi tezda izingizga qayting, xo'pmi? O'zi bu ham qadar chiqarib oldi. Har 6 oyda bir borishlikni. Hech bo'lmasa onamni ko'raylik. Boraylik o'zi unang ko'stalar o'zi. O yur, o 18 kundan beri uyga bormaysan. To'xtang, bu kunga yetganlar bu, yetmaganlar bu.